Hammaga salom. Qizlar bilasizlar, biz sizlar bilan get ready ranglar bilan qilishimiz kerak edi. Задержка bo'ldi. Давайте qaytamiz shu rubrikaga. Ko'p kishi kommentariyada qizil yoki qora degan, qora narsani ko'p marta kiyganman. Hozir qizil narsa topishga harakat qilamiz. Qizilimdan mana bunaqa vaza bor, mana bunaqa qo'lchalik qizil ko'ylagim bor va mana bunaqa qizil ko'ylagim bor. Bizada vibir mana bu, mana bu bilan, lekin bu ozgina qalinroq, issiqroq. Hozirgi havoga mana bu to'g'ri keladi. Давайте shuni kiyamiz. Bilasizlarmi, men bitta narsani zamechas qildim. Bitta yangicha kofemni ham ichib ko'raylik. Mani qonim quyuq bo'lgan, o'shanda meni boshim juda ham ko'p og'riydi va o'zimga необычный kofe zakaz qildim. Qon aylanishiga, qonni suyuq qilishga, давлениeni normalizovat qilishga. Shu men o'zimga nimani sezdim? Agar men qizil uzun kiysam, ular meni semizroq ko'rsatadi. Qo'li kaltaroq kiysam, qanday bor shunday ko'rsatadi. Oq rang menga juda ham ko'p yarashar ekan. Shuning uchun последнее время oq narsalar ham juda ham ko'p oldim. Ko'p kishi meni qornimga gapirishadi. Yangi kelgan atirimni qilamiz. Nima uchun men ozyapman, lekin ko'p kishi baribir qornimga gapiryapti. Men qornim ko'rinadi. Bu из-за того, что men гормональный по-женски hozir lечение olyapman. Из-за того, что Instagramda qaysini qilamiz? Buni или buni? Из-за того, что Instagramda zammijoz erkaklar juda ham ko'p. Men hamma gapni ham gapirib bilmayman. Ina по-женски. U kuni intim trenirovkani aytganimga ba'zi bir ongi past erkaklar shuni ham tomosha qilib, shunga ham komment yozganlar. Menga direktimga javob yozganlar. Shuncha narsani sizlar uchun ayollar qilishadi, po'ymiyalar, lekin sizlar yana shuni ustidan kulasizlar. Menda sizlar uchun biz qanaqadir ma'lumotni женский auditoriyaga kerakli narsalarni prямо aytib berib bilmaymiz. Va mana shu kostyumcham, krossovka kiyaman, kisham, sumочкам и bugungi obrazim mana tayyor. Всем пока.